Yaqinda bir kursimizda voqea bo'ldi. Kuratorlarimiz dars o'tayotganda kurator o'quvchining xatolarini topgan, lekin bu o'quvchiga yoqmagan va butun o'sha guruh ichida nega meni bunchalik ko'p xatoimni topasiz, nega qizilga bo'yab tashladingiz deb qandaydir kuratorimizni behurmat qilgan. Menga bu narsa juda ham qattiq ta'sir qildi. Kuratorlarimizni men hammasini juda ham yaxshi bilaman. Bular hammasi mening shogirdlarim va darsga kirishdan oldin ularga qanday dars o'tish kerak, o'quvchiga qanday tushuntirish kerak, bular hammasi bizda o'rgatiladi va aminmanki mana shu kuratorimiz juda ham to'g'ri yo'l tutgan. Bu yerda o'quvchini kamsitish yoki uni bir obro'sini to'kish ma'nosida ish qilmagan kuratorimiz va shunda men to'g'risi jahlim chiqdi va shu kurs o'quvchilariga kirib gapirdim. Avvalo shunaqa gaplar borki, o'zbeklarda umuman millatimizda ustoz otangdan ulug' yoki avvallari farzandlarini berishayotganda ustaga nima deyishar edi? Buni kattalar yaxshi bilishadi. Demak, suyagi bizniki, eti sizniki. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, o'qishga borayotganda ilm olishga boradi. Ilmli insonning oldiga, to'g'rimi? Demak, o'zini tayyor qilib 100% ixlos bilan ayblarni to'g'rilashga, ya'ni ayb deganda bu o'qishdagi xatolarni to'g'rilashga tayyor bo'lib, bu joyini umuman bo'sh qilib borish kerak. Agar o'quvchi ixlos qilmasa, mana shu xatolarni topishiga og'riqli munosabatda bo'lsa, azar bu ilm o'quvchiga yuqmaydi.